50 kilo xamirimizga 26 litr suv solamiz. 23 litr, 22 litr degan xamirlar u qattiq xamirlar bo'ladi. 26 litr suv solsangiz juda ajoyib xamiringiz tayyor bo'ladi. Yarim kilo shakar solamiz. Yarim kilo shakar nima uchun solyapsiz desangiz, noningizni yuzi qip-qizil bo'lib chiqadi hamda yumshoq non bo'ladi, o'rtalarigacha yumshoq bo'ladi. O'rtasi qotib qolmaydi. Mana shu sababdan shakar solamiz. 50 kilo xamirga 3 kilo yog' solamiz. Yog' nonni ta'mini juda mazali qilib beradi. Yog'imizni yaxshilab eritib olamiz. Yog'i ko'p qizdirmaslik kerak. Ko'p qizdirsangiz nonga ta'm bermaydi. Shuni ham esingizda tuting. Xamirimiz 10-15 daqiqa yaxshiroq aylanishi kerak o'z holatida. Ungacha siz mishalkani girdini tozalab tursangiz o'zingizga qulay bo'ladi. Xamirimiz ham tayyor. Yana kimgadir shunaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, nima haqida bo'lsa kommentariyga yozib qoldiring. Movichilikka qiziqqan odamlar bo'lsa, Telegram kanalimda hamma narsani yoritib, bundan nima, qanaqa, qayerda havasini ko'rsatib boraman. Telegram kanalimga o'tib, obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Hammani kutib qolaman. Gaz